oxiratda hamma qilganini oladi deydi. Dunyoviy ishda bandani ishlamasa ham rizqini beraman deydi. Masalan, bitta ota, bolalari ishlamaydi. Bitta ota ishlab turib hamma farzandini boqaveradi. Harakat qilmasdan uyda televizor ko'rib yotaversa ham unga rizqi kelaveradi. Ammo oxiratning ishiga kelganda erta ota uchun yoki farzand uchun boshqa odam javob bermaydi. Hamma o'zini ishlaganini o'zi oladi. Endi Xudoy taborak va taoloning va'dasini qarang. Xudoy taolo dunyoviy ishingni bitiraman deb turib va'da bersa ham, sen Xudoning va'dasiga ishonmasdan, Xudo bitiraman degan ishni ham harakatini qilib bitirishga o'zing harakat qilyapsan, kechalari kunduzi bilan tinmayapsan. Xudo bitiraman deb va'da qilsa ham, Xudoning va'dasiga ishonmasdan o'zing bitirishga harakat qilyapsan. Yo, men bitirmayman. Nima qilgan bo'lsang, o'zing ishlaganingga men savob beraman deganini Xudoning fazli karamiga topshirib qo'yapsan. Xudo o'zi fazli karamiga olsa ajab emas, jannatga kirgizar deyapsan. Yo'inki sen o'ylaysanki, oxiratni xudosi boshqa-yu dunyoning xudosi boshqa deb o'ylaysanmi? Alloh bu e'tiqoddan saqlasin. Alloh o'zining sunnatini, o'zining odatini hargiz o'zgartirmaydi. Dunyoning xudosi bo'lgan zot ham Alloh, oxiratning xudosi bo'lgan zot ham Alloh. Bu dunyoda karamli bo'lgan zot